Assalomu alaykum. Uchrashuv qatnashchilari, mana Agrobank 3 filiali tomonidan mana hozir murojaatlar yuzasidan mana uchrashuv tashkil qilindi. Hop, hozirda bizni bank mahsulotlarimizdan hammaniga ma'lum o'sha mahallalar hududida mahal loyihalar bor. Hop, ularda mana Prezidentimizning qarorlari 312 sonli qarorlari, hop 7 sonli qarorlari, biznesga birinchi qadam, hop biznesga ko'mak mahalla loyihasi mavjud. Hop oldingi uchrashuv qatnashchilariga ham bu haqda tushuncha berganmiz. Hozir 312-qarorga yana o'zgartirish kiritilgan. Bu bilan o'sha ayol rahbarlarga tadbirkor bo'lsa agar 2% miqdorida imtiyoz berilgan. Masalan, hozir biz hududimiz ikkinchi toifaga kiradigan bo'lsa, bu toifadan kelib chiqqan holda 22% bizda belgilangan 3 tumanda. Ayol agar tadbirkor bo'lsa, o'sha rahbar bo'lsa yoki ta'sischi bo'lsa, o'sha korxona ta'sischisi, ularga 20%da, ya'ni 2% imtiyoz berilgan. Bu Prezidentimizning 2025-yil 14-martdagi 103-sonli qarorlar chiqqan. Mana shu qarorda hammasi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari shu ayollarga beriladigan imtiyozlar 1-maydan alohida dastur ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Agar mana shu hozirgi bizdagi mahsulotlar bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, bank xodimlari. Hozir mana shu anaqa imtiyoz nimani ayollarga berilayotgan imtiyozlarni davri qancha? Muddati. Imtiyoz davri. Hop. Buni hozir mana 103-qaror bo'yicha hozir ishlab chiqilmoqda. Ya'ni mana bundan tashqari mana 312-sonli qaror bilan imtiyozli davr 3 yil. Loyihaga qarab turib 7 yil muddatgacha beriladi. 3 yil imtiyozli davr bilan. Hop, 2% imtiyoz bor. Agar tadbirkor ayol rahbar bo'lsa yoki o'sha korxona yoki jamiyat ta'sischisi bo'lsa 2% imtiyozimiz bor. Masalan 22% bo'lsa 20% beriladi. Bundan tashqari mana Prezidentimiz 103-qarorlariga asosan hozir mana 2025-yilda 2 million nafar xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, 250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish, 50 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriylarda sog'lomlashtirish hamda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etiladi.